Yo'lni yaxshi yomonidan yemag'am, bismillah degelu qo'yg'il qadam. Ko'nglim ichra dard yurur, dardimga darmon istaram. Har necha dardimni aytsam, yana pinhon istaram. Amirali Sher Navoiy hijriy 9-asrda yashab, ijod qilgan islom olimi, madaniyati va adabiyoti tarixdagi eng yorqin simolaridan biridir. U shoir, mutafakkir, davlat arbobi va sun'at hamda adabiyotning buyuk homisi sifatida tanilgan ko'p qirrali shaxs edi. Navoiy Chag'atoyi turkiy adabiyotining shakllanishida asosiy rol o'ynagan. Shu bilan birga fors tojik adabiyoti va madaniyatining yuksalishiga ham beqiyos hissa qo'shgan. U yashagan davrada fors tili adabiyot va davlat divonlarining ustuvor tili edi. Shunga qaramay, Navoiy angli ravishda va jasorat bilan Chag'atoyi turkiy tili shunday darajaga ko'tardiki, u fors tili bilan teng raqobat qila oladigan tilga aylandi. Bu fikrning eng yorqin dalili uning mashhur asari Muhokamatul Lug'atayndir. Ushbu asarda Navoiy fors tilining yuksak mavqisining inkor etmagan holda turkiy tilning boy imkoniyatlarini adabiy va tilshunoslik dalillari orqali isbotlab beradi. Sher Navoiy madaniyatlar arasidagi ko'prik bo'la olgan buyuk shaxsdir. U tilni ajratish vositasi emas, balki bog'lovchi kuch ekanini amalda isbotlab berdi. Bugun ham uning merosi turkiy til xalqlar, farsi til jamoalar va umuman adabiyot hamda tasavvuf ixlosmandlari uchun ilhom manbasi bo'lib qolmoqda. Bugun esa Amirali Sher Navoiyning 585 tug'ilgan yilini qutlab, Navoiy to'g'risida bir qator til va adabiyot sevar kishilarni fikrlarini tarqatishga harakat qilamiz. U faqat shoir emas, balki davlat arbobi ham bo'lgan. Sulton Husayn Boyqaro davrida yuqori lavozimlarda ishlagan. Ko'plab madrasa, masjid va xayr inshootlari qurilishiga harakat qilgan. Doktor Muhammad Olim Labib Navoiy to'g'risida shunday deydilar. Ey yaxshi oting bila sarog'oz, anjomiga kim yetar har og'oz. Joriy milodiy 2026-yil 9 fevralida bobomiz Hazrat Navoiyning tavalludlariga 585 yil to'ladi. Endi ushbu buyuk mutafakkir shoir, olim va ulug' davlat arbobi, ya'ni Amir Nizomiddin Mir Alisher Navoiy foniy tavalludining 580 yilligi munosabati bilan uning hayoti va asarlari haqida ikki og'iz so'z yuritib, buyuk shoirning xotirasini yangilaymiz. Tadqiqotchi olimlar Alisher Navoiyni qadim Yunon shoiri Homer, 13-asr italiyalik shoir, mashhur Ilohiy Komediya asarining muallifi Dante, Nizomiy Ganjaviy, Sa'diy Shiroziy, Shekspir, Balzak, Lev Tolstoy va Tagor kabi buyuk adib va san'atchilar bilan ayni maqomda ko'radilar. Bizning fikrimizcha, Navoiy yolg'izgina o'z san'atining darajasi, milliy adabiyotning rivojlanishida bo'lgan xizmatlari va ko'p sonda ta'lif etgan asarlari, ijod etgan asarlarini ko'zda tutgan holda eslatilgan shoir va adiblar bilan muqoyisa etila oladi va ular bilan bir qatorda turadi. Boshqa tomondan u ko'p sonli asarlar yaratishdan tashqari
Temur avlodlari saltanati davrida bir ulug' davlat arbobi sifatida jamiyat va millat hayotidagi buyuk ta'sirini ham ko'zda tutsak, u ham san'atkor hamda davlat arbobi sifatida dunyoda mislsizdir. Alisher Navoiy milodiy 1441-yil fevral oyining 9-ida Hirot shahrida dunyoga keldi. Uning ismi Alisher va Navoiy esa adabiy taxallusidir. Tarix Rashidi muallifi Mirzo Muhammad Haydar Dug'lotga ko'ra, Alisherning otasi Kichkinabaxshi laqabi bilan mashhur bo'lgan G'iyosiddin bir Uyg'ur turk bo'lib, Temur oilasidan Abulqosim Boburning saroyida xizmat qilardi. Keyinchalik Sabzivor voliysi bo'lib tayinlandi. Alisher Navoiyning ham onasi hamda otasi tarafidan bo'lgan bobolari ham Temuriylar saroyida yuqori martabali xodimlar bo'lgan. Bir jumla bilan ifoda qilish kerak bo'lsa, Alisher to'g'ridan to'g'ri Temuriylar saroyi muhitida yetishib ulg'aygan. U o'zining birga yashab ulg'aygan o'rtog'i, mashhur shoir va davlat arbobi Sulton Husayn Mirzo Boyqaro bilan bir maktabda o'qidi. Bu ikki buyuk insonning do'stliklari umrlarining so'ngiga qadar davom etdi. Husayn Boyqaro Navoiyning davlat arbobi bo'lib yetishmog'i va saroyda xizmat qilishi uchun imkon yaratgan bir shaxs sifatida uni har doim himoya qilgan. Alisher 8 yoshda ekanligida Shohrux Mirzo vafotidan keyin Xorasondagi va Hirotdagi siyosiy hodisalar bois oilasi bilan Ajam Iroqi, ya'ni hozirgi Ironga ko'chadi. Yo'lda Taft shahrida, ya'ni bu shahar hozirgi Yazd shahrining janub-g'arbida joylashgan. U Temur tarixchilaridan biri bo'lgan mashhur Sharafuddin Ali Yazdiy bilan uchrashadi. Bu hodisa va o'zining shoir bo'lgan tog'alari, ikki inog'i Mir Said Kobuli va Muhammad Ali G'aribiyning ta'sirlari ostida u adabiyot va san'atga qiziqadi va she'r yozishga boshlaydi. 1452-yilda Hirotda tinchlik barqaror bo'lgandan keyin Alisher o'z oilasi bilan o'z yurtiga qaytadi. Alisher tahsiliga davom ettiradi, ilm, fan, san'at va musiqidan ta'lim olarkan, bir tarafdan ham ilk g'azallarini yozishga boshlaydi. Yoshi juda kichik bo'lgan Alisher Shayxariddin Attorning Mantuq at-Tayr adli irfoniy asarini o'qiydi va uni yodlab oladi. Bir necha olimlar Navoiy dunyoqarashining shakllanishida bu asarning katta rol o'ynaganligi haqida fikrdoshdirlar. Alisher nihoyat 12 yoshida ekan, o'z zamonining buyuk lisonan shoiri Mavlono Lutfiy uning "Orizin yopg'ach ko'zimdin sochilur har lahza yosh, o'ylakim paydo bo'lur yulduz nihon bo'lgach quyosh" matlayi bilan boshlanadigan g'azalni o'qib hayron bo'lgan emish. Tarixchi Xonnerning rivoyatiga ko'ra, Lutfiy Alisherni tashviq etib, bu g'azal uchun agar mumkin bo'lsa, fors va turk tillarida yozgan 12 ming baytdan iborat bo'lgan she'rlarimni bu g'azal bilan almashtirardim degan emish. Alisher 15 yoshga kirganda otadan yatim qoldi va Abulqosim Bobur saroyida yetishib ulg'aydi. Abulqosim Bobur Mashhadda hukmronlik qilganda Alisher ham uzun yillar Mashhadda yashadi. Bu yerda tahsil oldi va she'r yozishga davom ettirdi. Sulton Husayn Boyqaro esa ot minib, qilich osib, Temuriylar taxti uchun mujodala va kurashga kiradi va Marv tomoniga yuz tutadi. Bu davrda Alisher butun Sharq mumtoz shoirlari devonlarini o'qib chiqdi. She'r, falsafa, din ilmi
san'at va madaniyat tarixini yaxshi o'rgandi. She'rlarida turkcha bilan forschani ayni darajada yuksak san'at kuchi bilan qo'lladi. Turkchada yozgan she'rlarida Navoiy va forschada yozgan she'rlarida esa foniy taxalluslarni qo'llandi. Alisher Mashhadda yashagan yillarida shoir Kamol Turbatiy va Hasan Ardashirdan ta'sirlandi. Keyinchalik bu ikki shaxs haqida maxsus asarlar yozdi. Alisher 19 yoshida mashhur mutasavvif shoir Abdurrahmon Jomiy bilan tanishdi. Uning shogirdi bo'ldi. Jomiy uning ham shoir, ham davlat arbobi bo'lib yetishmog'ida muhim rol o'ynadi. Tarix kitoblari Jomiy vafoti zamonida Alisher uning butun davralardan o'tganini, buyuk ustozga loyiq talaba, do'st, sodiq inson bo'lganligini yozgan. Navoiy bir muddat Hirotda Zahiruddin Muhammad Bobur Shohning bobosi bo'lgan Abu Said Mirzo saroyida xizmat qildi. Abu Said zolim kishi edi. Xalq unga qarshi qo'zg'olon ko'tardi. Isyonchilar ichida Navoiyning tog'alari ham ko'ringani bois Navoiy Samarqandga surgun qilindi. Samarqandda mashhur Fayzullo Abullays uni o'z himoyasi ostiga oldi. Buyuk olim Navoiyga farzandim der edi. Navoiy uning madrasasida o'qidi. Tarixchi Xonmerga ko'ra Abullays Navoiyni juda yaxshi ko'rardi. Uning olim bo'lib yetishmog'ida katta rol o'ynadi. Navoiyning hayoti albatta rohat va huzur bilan kechmadi. Hirotdagi saroydan surgun etilgandan so'ng sobiq Sabzuvor volisi bo'lgan rahmatli otasidan qolgan mol-u mulki Abu Said Mirzo tarafidan musodara qilindi. Bu davrda Navoiy ko'p yo'qsillik chekdi. Samarqandda vali va oldingi kelganlarning uni himoya qilganlari, Samarqandli, Farg'onali, Toshkentli va Buxoroli olim va shoirlar bilan do'stlik qurgani, uning san'at hayotida bu muhitning katta ta'sir qoldirganligi haqida Xonmerning Makorimul Axloq otli asari bilan shoirning Majolisun Nafois nomli asarida qiymatli ma'lumotlar mavjuddir. Navoiy hisobidan Samarqanddagi hayotini umr bo'yi unutmadi. U Samarqanddan chiqqan mashhur tarixchilar Abdurazzoq Samarqandiy, Davlatshohi Samarqandiy kabi bir qator olim, shoir va san'atchilarning yetishmog'ida muhim rol o'ynadi. Navoiy 1469-yilga qadar Samarqandda qoldi. Ushbu davrda bu yerdagi san'at muhitiga o'zining buyuk ta'sirini o'rnatdi. Umrining oxirigacha bu eski va madaniy shahar bilan aloqasini uzmadi. Bu yerdagi farhangiy muhitning rivojlanib yuksalishi uchun sa'y va harakat qildi. Husayn Boyqaro 1469-yilda Hirotni olib taxtga o'tirdi. Bu sababli Navoiy ham poytaxt Hirotga qaytdi. Do'sti Husayn Boyqaro o'z saroyida unga mo'rdorlik vazifasini topshirdi. Navoiy bu vazifani bajarish jarayonida xalqdan katta miqdorda soliq, ya'ni moliya olinishini payqadi va bu soliqni ozaytirish uchun harakatga kirdi va kurashdi. Natijada xalq orasida e'tibori ko'p yuksaldi. Boyqaro Navoiydek bilimli va sodiq bir insonni davlatning yuqori lavozimida vazifa bajarishi kerakligini o'ylab, uni 1472-yilda vazirlikka ko'tardi. Shoir va davlat arbobi Navoiy mamlakatni madaniy, iqtisodiy va adliy nuqtai nazardan rivojlanishi va istiqrori uchun tinmay ishladi. Boyqaro o'g'illari va aqrabolari o'rtasidagi ichki g'avg'o va janjollarga chek qo'yish,
suluh tinchlikda yashashni ta'minlashga g'ayrat ko'rsatdi. Ko'p sonda bilim va madaniyat arboblarini yetishtirish yo'lida zamina yaratdi. Husayn Boyqaro va Navoiy davrida Hirot bir buyuk madaniyat markaziga aylandi. Uning bag'ridan Turkiston tarixidagi bir qator adabiyot va san'at arboblari bilan birga baho bichilmas me'moriy obidalar va san'at asarlarini chiqardi. Bu davrda yuzlarcha taniqli shoir va tarixchi bizzot Navoiyning ustozligi va homiyligi bilan yetishdi. Misol sifatida buyuk tarixchilardan Mirxond va Xondmir, Xattot Sulton Ali Mashhadiy, rassom Kamoliddin Behzodni esga olishning o'zi yetarlidir. Navoiyning tashabbusi va yordami bilan ko'plab bino, ariqlar, ko'prik, madrasa, shifoxona, karvonsaroy va masjid kabi imoratlar qurildi. Bulardan ba'zilarini eslatib o'tamiz. Hirotda Ixlosiya madrasasi, Ixlosiya xonaqohi, Injil suv yo'li bo'yidagi jome masjid, shifoxona, ko'prik va do'konlar. Fariduddin Attor maqbarasi, Yazddagi gumbad, Untosh gumbazi, 80 kilometr uzunligidagi Mashhad suvi nahri. Ko'p hukmdorlar xalqni suvga yetkazgan bunday bir projani amalga oshirmagan edilar. Xondmir Makorimul Axloq nomli kitobida Navoiyning qurgan imorat, xonaqoh, havuz va botlari ro'yxatini beradi. Navoiy mashhur tasavvufchilardan Xo'ja Yusuf Hamadoniy, Abdurahmon Jomiy va boshqa bir qancha muborak zotlarning qabrlari atrofiga imorat va ziyoratgohlar qurdirgan. Navoiy o'zi qurdirgan madrasalarda o'qigan talaba va dars bergan domlalarga o'z kissasidan maosh va eosha tayin qilgan. Shifoxonalarda tadoviy ujratsiz bo'lgan. Xondmirning aytishicha, Ixlosiya xonaqohida har doim kimsasi bo'lmagan faqir kishilarga taom berilardi. Bu xonaqohda har yili Navoiyning hisobidan 2000 to'n, ko'ylak, har xil kiyim, do'ppi yo kuloh, oyoqqobi yoki kavush tarqatilardi. Samarqandlik Davlatshoh o'zining Tazkiratu Shuaro kitobida shu ma'lumotni beradi. Navoiy pok mulkini va halol boyligini Alloh yo'lida sarflaydi. Mamlakati uchun madrasalar, masjidlar, karvonsaroylar va boshqa xayriya binolar qurdiradi. Uning vaqflar uchun xarjlagan puli taxminan 5 million oltin liradir. Butun bu ma'lumotlar Navoiyning qanchalik samimiy, yurtini sevgan va bu sevgisini amaliy bilan isbotlagan bir inson bo'lganini ko'rsatadi. Navoiy bu sifatlari bilan yolg'izgina Turkiston va turkiy tilli davlatlarga emas, balki butun dunyoga, butun insoniyatga o'rnak va sarmashq bo'lgich shaxsiyatdir. Tarixda bunday bir shaxsni topmoq juda ham qiyin. Chunki Navoiyning amalga oshirgan bu xayrli ishlarini na Tolstoy qilgan va na Shekspir bajargan. Bu ma'noda Navoiyni ham san'atkor, ham bir shaxsiyat sifatida, ham bir davlat arbobi sifatida dunyoning eng buyuk san'atkorlari bilan teng ko'rsatmoq va yo qiyoslamoq mumkin emas. Navoiy mislsiz bir shaxsiyat va ulug' bir san'atchidir. Navoiydan buyuk bir she'r, nasr, tarix va ilm merosi qoldi. Birinchidan, she'r yozishga g'inoyi, ya'ni lirik g'azallar bilan boshlagan shoirning do'stlari uning xalq orasida mashhur bo'lgan she'rlarini to'plab milodiy 1465 va 66 yillarda tartib etdilar. Mazkur to'plam ilk devon deb ataladi. Shoirning o'zi birinchi devonni Badoya oti bilan tartib etdi. 1480
76 va 82 yillarida yozgan she'rlarini uning ikkinchi divoni bo'lgan Navodirun Nihoyada to'plandi. Bu divonlar murattab va munazzam divon bo'lib, butun talablarga javob bera oladigan sifat va kayfiyatdadir. Navoiyning lirik merosini ichiga olgan Xazoinul Maoni otli 4 divondan iborat buyuk asarining yozilishiga asos bo'lgan 1491 va 1498 yillar orasida tuzilgan divonda mukammal bir nazm tartib bor. Masalan, bu asarning tarkibiga kirgan 4 divonning har birida 650 g'azal joy olgan. Boshqa turdagi she'rlar ham bu shaklda tartibga kirgan. Shunday qilib, divonlar shoir hayotining davrlariga ko'ra kronologik shaklda tuzilgan. Birinchi divon G'aroibus Sig'ar, ikkinchi divon Navodirus Shabob, uchinchi divon Badoiul Vasat va to'rtinchi divon Favoidul Kibar deb ataladi. Ushbu 4 divonni birlashtirgan Xazoinul Maoni 22.500 baytdan oshiqroq she'rni o'z ichiga oladi. Shoirning fors tilida yozgan she'rlari to'plami Divoni Foniy deb ataladi va baytlarining soni 6000 dan oshiqroqdir. Bu divon ham murattab bo'lib, har turdagi she'rlardan tashkil topgan. Bu yuksak saviyadagi lirik merosdan tashqari Navoiyning dunyo adabiyotining buyuk asarlari saviyasida 5 masnaviydan tashkil topgan xamsasi ham bor. Turkchada birinchi bo'lib xamsa yozgan shoir Navoiydir. Xamsa turini birinchi bo'lib Ganjalik Nizomiy bilan Amir Xusrav Dehlaviy yaratdilar. Navoiy bu tur asarni oldingi maslakdoshlaridan o'rganib, meros oldi va uning turkchasini yozdi. Bu Navoiyning turk tili va turk millatiga qilgan katta xizmatidir. U davrda forscha va fors kulturi va madaniyatini turkcha va turk farangidan ustun bo'lganini ochiq-oydin himoya qiluvchilar oz emas edi. Chunonki bizning davrimizda ham oz emas. Bundan rohatsiz bo'lgan Navoiy Muhokimatul Lug'ataynda forscha bilgan turklarning ko'p bo'lganiga qaramay, turkcha bilgan forslarning yo'qligidan so'z yuritadi. Bu xamsa aslida turkchaga ega chiqmagan va uni qabul etmaganlarga bir javobdir va tilimizga bu jihatdan ham buyuk xizmatdir. Aslida Navoiyga qadar forschada yaratilgan xamsalarning mualliflari bo'lgan Nizomiy va Xusrav Dehlaviy ham turk edilar, faqat forscha yozganliklari uchun ularni har kim fors deb hisoblardi. Hozir ham shunday deb hisoblaydilar. Tarix va tarixiy shaxsiyatlarning yaxshi o'rganilmaganligi sababli Navoiy davrida mavjud bo'lgan bu johillik bugun ham boshqa kishilarga nisbatan ko'zga tashlanmoqdadir. Navoiy 1483 va 1485 yillar orasida 2 yilcha bir qisqa zamonda 25.000 baytdan oshiqroq bir asar bo'lgan xamsasini yaratdi. Xamsaning 5-manzum dostoni bo'lgan Sadd Iskandarida u bu mehnatlar ichra chekib so'zga til zamondan kamobesh o'tib 2 yil deb yozadi. Tabiiyki fors tilini bilmagan turklar fors tilida yozilgan xamsalarni o'qiy olmas edilar. Navoiy esa o'z tilini, o'z millatini sevganligi uchun unga o'zining butun dunyoqarashi, she'r tushunishini intiqol berish maqsadi bilan xamsasini ona tilida yozdi. Shuni ham ifoda qilish kerakki, Temur imperatorligi zamonida turkchaning mavqei yuksaldi. Buning uchun ham Navoiydek bir buyuk shaxsiyat yetishib chiqdi. Navoiy bu holatni Layli va Majnun masnaviysining oxirida bunday bayon etadi. Men turkcha boshladim rivoyat,
Men turkcha boshlabon rivoyat qildim bu fasonani hikoyat kim shuhrati chun jahonga to'lgay turk eliga dog'i bahra bo'lgay nechunki bugun jahonda atrof ko'pdir xush tab'u sofi idrok 25,000 baytdan tashkil topgan bu xamsa turkchada so'zlashgan millionlarcha insonga yuksak bir madaniyat maktabi milliy zavq, milliy shuur, milliy bilim manbai bo'lib xizmat qilgan. Keyingi davrlar va kunimizda ham o'z qiymatini va ta'sirini saqlagan. Bu buyuk foydani va xizmatni oldindan ko'ra olgan Navoiy Farhod Shirin dostonining oxirida iftixor bilan shunday deydi: olibman tahti farmonimga oson, chirik chekmay xatodin to Xuroson demakim Shirozu Tabriz qilmishdir nay kilkim shakarriz. Ko'ngil bermish so'zimga turk jon ham, ne yolg'iz turk balkim turkmon ham. Ne mulkichdagi bir farmon yubordim, aning zaptiga bir divon yubordim. Navoiy xamsasini tashkil etgan masnaviy yoxud manzum dostonlar, Hayratul Abror bir falsafiy asar, Farhod Shirin ishqiy va qahramonlik asari, Layli va Majnun afsonaga aylangan ishq hikoyasi. Buni Navoiy yuksak bir san'at va zavq bilan turkcha va turk ruhiga muvofiq qilib ishladi. 4-masnaviy Sab'ay sayyordir. Shoir bu asarida Sharq dunyosida keng yoyilgan Bahromi Go'r afsonasini qalamga oldi. Masnaviyning oxirida Navoiy bir ro'yo, ya'ni tush ko'radi. Bahrom shoirga uning hikoyasini turkchada yozgani uchun bu so'zlarni aytadi: Farsi bilgan ayladi idrok, lek mahrum qoldilar atrof. Senchu nazmingni to'xtov etding, Farsi tildan e'tiroz etding. Navoiyning asos maqsadi, bu masnaviyning qiymati ham bu satrlardan tushuniladi. 5-masnaviy Sadd Iskandariydir. O'z davrida Yunonda buyuk hukmdor bo'lgan va dunyoni zabt etgan Iskandarning tarixi ma'lumdir. Nizomiy uning haqida Iskandarnoma, Jomi, Oyinai Iskandariy masnavilarini yozdi. Navoiy bu masnavida Iskandar bilan bog'liq afsonaviy tarixiy tushunchaning yonida bu mavzuni vosita qilib o'z davrining moddiy va ma'naviy muammo va masalalarini, davlat, shoh va xalqni idora qilish, adolat va haqiqat kabi masalalarni ham ishlab chiqdi. Navoiy bu buyuk asari, ya'ni xamsadan tashqari bir qancha ilmiy va adabiy kitoblar ham yozdi. Tarixi Muluki Ajam, ya'ni Eron podsholari tarixi kitobi bulardan biridir. Navoiy yaqin bir do'sti bo'lgan Said Hasan Ardashir haqida muammo mavzuida yozilgan risola Muammo, 400 dan ortiq shoirdan bahs etgan mashhur Majolisun Nafois, piri, do'sti va ustodi Abdurrahmon Jomiy haqida yozilgan Xamsatul Mutahayyirin, Sultoni Husayn Boyqaro va boshqalarga yozgan maktublar to'plami Munshoot, Aruz vazni haqida yozilgan Mizon Lavzon, Pahlavon Muhammad haqida yozilgan Holoti Pahlavon Muhammad, tasavvuf haqida yozilgan Nasoim Muhabba nomli asarlarning muallifi hamdir. Bu orada forschada yozilgan Devoni Foniyni tartib etdi. Bolalik paytidan sevib o'qigan Mantiq Saylga nazira qilib Lisonu Tayr kitobini yozdi. O'sha yilning ichida o'zining davridagi kabi bugun ham turk dunyosi uchun muhim bir kitob bo'lgan Muhokimatul Lug'atayn asarini yozdi. Bu kitob turk tilining kuchi va mavqeini anglatuvchi buyuk bir asardir. Shuningdek, Navoiy Mahbul Qulub
نظم الجواهر، تاریخ انبیا و حکما، سراج المسلمین، رساله تیرانداختن که به eserlerinin hem muallifidir. Sab'atul Buhur yani 7 dengiz nomli bir so'zlik yozganligi haqida ham manbalarda ma'lumot bor. Ammo u asar bizga qadar yetishmagan. Navoiyning san'ati va shaxsiyati hanuz uning hayoti zamonida tekshirish mavzuiga aylandi va uning haqida kitoblar yozilishga boshladi. Zamondoshlaridan Davlatshoy Samarqandiy, Jomi va Zayniddin Muhammad Bobur, Xondmir, Mirxon, Zayniddin Mahmudov Vosifiy va boshqalar tarix kitoblarida va tasvirlarda, she'r kitoblarida Navoiyga katta baho berdilar. 15-asrdan bugunga qadar Navoiyning asarlari butun dunyoda ko'p o'qilgan asarlar jumlasidan bo'lib tarjima qilinib nashr etilgandir. 1487-yil fitnalari sababli Navoiyning saroydagi mavqei bir oz past tushdi. Bunga binoan Navoiy Astarobod voliysi etib tayinlandi. Do'sti Husayn Boyqarodan uzoqda bo'lsa ham u doimo shohni adolatga va to'g'ri yo'lga chaqiruvchi maktublar yozdi. 1488-yilda Hirotga qaytishga muvaffaq bo'ldi, ammo mas'uliyatli bir vazifaga qo'yilmadi. O'zi ham she'r yozish bilan mashg'ullikni istab, saroyda xizmat qilishni orzu etmadi. Husayn Boyqaro unga hukmdorga eng yaqin kishi, ya'ni Muqarrabul Hazrat Sultoniy unvonini berib, dushmanlarning va fitnachilarning sharridan saqladi. Navoiy bundan keyingi umrini yuqorida tilga olingan buyuk asarlarni yozishga bag'ishladi. Bu orada mamlakatning vaziyati yomonlashdi, shoirning yaqin do'stlari vafot etdi. Bu va shunga o'xshagan o'zgarishlar Navoiyni ko'p xafa va rohatsiz qildi. Buyuk shoir 1501-yilning boshida, ya'ni janvary oyining 3-ida Alloh rahmatiga qovushdi. O'zi qurdirgan Qudsiya yaqinidagi mazorlikka dafn etildi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Navoiyning asarlari uning hayoti zamonidan boshlab mashhur xattotlar qalamida ko'chirilib taksir qilindi va butun dunyoga tarqatildi. Turkistonda matbaa qurilgandan so'ng shoirning asarlari ko'p sonda bosilib chiqdi. Sho'rolar davrida ham 40-yillardan e'tiboran Navoiyning hayoti va asarlariga ahamiyat berila boshladi. Shoir haqida romanlar, hikoyalar, dramalar, ilmiy kitoblar yozildi. Shoir asarlaridan 15 jildlik to'plam o'zbek turkchasida, 10 jildlik esa rus tilida nashrdan chiqdi. 1987-yilda 20 jildlik mukammal asarlar to'plami nashr etilishga boshladi. Bu nashrda oldingi ideologik sabablarga ko'ra qisqartirilgan yo sansur etilgan yerlar to'ldirildi. Asarlar aslida qanday bo'lsa shundayligicha bosib chiqarildi. Navoiyning asarlaridan teatr o'yinlari, film ssenariylari va televizion seriallari tuzildi. Uning hayotini asos qilib olgan teatr, sinema, televizion va radio tamsillari tartib berildi. Navoiyning asarlari butun dunyo tillariga o'girildi. O'zbekistonda uning san'atini o'rganishga bag'ishlangan institutlar qurildi. 6 jahonshumul miqyosda abadiylashtirildi. Uning ismiga shaharlar, bilim yurtlari, institutlar, maktablar, parklar, kutubxonalar, teatrlar qurilib ataldi. Zotan Navoiy O'zbekistonda naqadar tanilib seviladigan bo'lsa, o'z vatani bo'lgan hozirgi Afg'onistonda hamda Turkiya, Ozarbayjon, Turkmaniston va boshqa Turkiy jumhuriyatlarida ham o'shancha tanilib seviladi deb o'ylayman. Ulug' mutafakkir shoirning ruhi shod va o'lmas asarlari uning tildoshlariga o'rnak bo'lib, ularni yo'llashda mangu qolsin. Ruhi shod va yotgan yeri
o'chmoq va jannat bo'lsin. Amin ya rabbal alamin.